Qaynona anchadan beri bemor yotardi. Kelinlar uni oq yuvib oq tarashar, ayniqsa o'rtancha kelini boshqacha edi. Oldida uzoq qolib ketar. Ko'ngli nima tusayotganini o'qib, darrovda og'ziga tutar edi. Uning barcha xatti-harakatlari samimiy, dil-dildan edi. Dardni qaynonasi bilan birga tortayotgandek ezilardi. Tavba, men bor yo'g'i qaynonaman-ku. Vaqt kelsa, o'zingni qizingga malol kelib qolasan. Bu baraka topkur, jonini berishga tayyora. Shunaqasi ham bo'larkanda. Ilohim o'g'lim bilan qo'sha qarisin. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin deb duo qilardi qaynona. Xudodan qaytsin dedi-yu, o'ylanib qoldi. Axir o'zi ham ko'zini ochiqligida salomga yarasha alik degandek. Buning savobi yana ham ulug'-ku. Ko'ngliga bir o'y kelib, shunday qilaman deb ahd qildi. Ammo ikkilanib qoldi. Uzatilgan to'ng'ich qizini kuta boshladi. Qizi ham katta ro'zg'orga beka, o'zidan ortolmaydi. Kelsa ham keta qolay deb ko'zlari javdirab turadi. Nihoyat ona, qiz, kelin uchovlari jam bo'lib qolishdi. Qizim, dedi ona. Labbay oyijon. Manavini senga beraman devdim-a, deya barmog'idan tushib ketay deb turgan uzukka ishora qildi ona. Ha, shunday degandingiz. Qiz onaning pinjiga tiqildi. Shu desang, fikrimni o'zgartirmoqchiman. Buni ham singlimga bermoqchimisiz? O'shunda ham ko'p narsangizni shilib oldi-ku. Yo'q, mana bu kelinimga bermoqchiman. Ha, bungami? Bu keliningizga gap yo'q. Bilamiz. Sizni o'z onasidan ham yaxshi ko'radi. Lekin uzukni menga bering-ku, uni duo qilavering, deb kuldi qiz. Ona yarq etib keliniga qaradi. Kelini nimadandir xursand edi. Ha, xursandsan, xafa bo'lish o'rniga. Xursandman oyijon, juda ham xursandman, deya onaning oyoqlarini uqalashga tushdi kelin. Uzukni opamga bering-da, meni duo qilavering. Oltin olma, duo ol deyishgan. Bu dunyoda hech kim ustun bo'lmagan. Sal kunda ona ham olamdan o'tib ketdi. O'g'il qizlar o'z tirikchiligi bilan o'zi bo'lib ketdi. Duo olgan kelinimiz xotin qo'shho'kiz degandek chala yotgan uchastkasini bitirib, qarindoshlarini uy to'yiga aytishdi. Opa bo'lmish ukasining dang'illama hovlisiga kirib, og'zi lang ochilib qoldi. Oho, buyursin, buyursin, dedi ukasi bilan keliniga qarab. Bizlarni yarim yo'lda qoldirib ketibsizlar-ku. Etbetdan xazina topib oldinglarmi? Kelin shod va xurramlik bilan dedi. Esingizdami opa, oyimlarga meni ko'rsatib, buni duo qilavering degandingiz. Bu o'sha duolarning sharofatidan, opajon.